2022-yili yoz oyida O'zbekistondan Yaponiyaga Yinojushi o'zimning qiziqishlarim ko'proq restoran sohasiga bo'lganligi uchun shartnomalarim tugagandan so'ng yangi soha, ya'ni restoran sohasiga shartnoma qilib Tokio shahriga ko'chib keldim. Hozirda aytib o'tgandek Shinjuku shahrining gastro restoranida ishlab bormoqdaman. O'zbekistonda ham chiroyli servis ko'rsatish, mehmonlarga yaxshi xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yishni maqsad qilib qo'yganman. Yiliga 350 milliondan ortiq mijoz. 100 mingga yaqin xodim, 3100 dan ortiq restoran. Bu Yaponiyaning eng yirik restoran tarmoqlaridan biri bo'lgan Skylark Group haqidagi statistik raqamlar. Va hozir shu tizimda bizning vatandoshimiz Ilg'orbek Rasuljonov ishlayapti. Yaponiyada restoran sohasida ishlash qanday? Daromad qancha? Qiyinchiliklari nimada? Bularni biz emas, Ilg'orbekning o'zi aytib beradi. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Ismim Rasuljonov Ilg'orbek. 26 yoshdaman. Namangan viloyatidanman. Hozirda Yaponiyaning Shinjuku shahrining gastro restoranida Tokidagi vizasi, ya'ni malakali ishchi vizasida ishlab bormoqdaman. 2022-yili yoz oyida O'zbekistondan Yaponiyaga Yinojushi, ya'ni ish o'rganuvchi vizasida Yaponiyaning Hiroshima prefekturasiga ishga keldim. Oziq-ovqat ishlab chiqarish zavodiga. Zavodda 3 yil ish faoliyatimni olib bordim. Juda ham yaxshi ish bo'ldi, lekin o'zimning qiziqishlarim ko'proq restoran sohasiga bo'lganligi uchun shartnomalarim tugagandan so'ng yangi soha, ya'ni restoran sohasiga shartnoma qilib Tokio shahriga ko'chib keldim va hozirda aytib o'tgandek Shinjuku shahrining gastro restoranida ishlab bormoqdaman. Hop, gastroga ishga kirishimdan oldin nimalar qildim? Demak, birinchi o'chirda yapon tili darajasi, yapon tilini astoydil o'qidim. O'zini kerakli imtihonlardan o'tdim, sertifikatlarini oldim. Ikkinchi navbatda, ya'ni ishlamoqchi bo'lgan sohamning yo'nalishi, Tokidagi yo'nalishidagi restoran sohasini maxsus malaka imtihonlari bor edi. Ularga tayyorgarlik ko'rdim, ularni ham muvaffaqiyatli imtihonlarni topshirib, imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tdim-da, uchinchi navbatda ishxona qidirdim. Ishxona qidirish ham juda ham nima deydi, turli xil sabablar, har xil holatlarga ko'ra qiyin bo'ldi. Oldin restoran sohasida ishlab ko'rmaganim uchun hamma restoran ham olishga rozi bo'lishmadi. Qidirib oxiri mana shu gastro restoranni topdim va suhbat belgiladik. Suhbatga kirib, suhbatdan muvaffaqiyatli o'tib, hozirda mana ishlab kelmoqdaman. Hop, hozirda restoranda men haftada 5 kun, har kuni 8 soatdan ishlayman. Haftada 2 kun dam olishim bor. Restoranga kelganda asosiy qiladigan ishlarim, ya'ni ertalabda oshxonada ishlayman, ya'ni kitchenda turli xil ovqatlar tayyorlash bilan shug'ullanaman. Hozirda o'rganib boryapman. Obeddan keyin, ya'ni ishning kunning ikkinchi qismida zalga o'taman. Zalda mehmonlarni qanday kutib olish, ularga qanday muomala qilish kerak, ularni qanday ko'nglini olish kerak, shular bilan shug'ullanamiz asosiy. Hop, bu yerda asosiy ish soatlarim boya aytib o'tganimdek, haftada 5 kun ishlayman. Meni dam olish kunlarim seshanba va chorshanba kuni. Payshanbadan dushanbagacha ishlayman. Asosan ertalab soat 6 dan ishim boshlanadi, obeddan keyin soat 3 da ishim tugaydi. Gastro restoranda ishlashning qiyin taraflari va oson taraflari. Yaxshi taraflaridan boshlaydigan bo'lsak, gastro juda ham nima deydi, mashhur. Yaponiya bo'yicha 1200 tadan oshiq filiallari bor. O'shalardan eng yaxshilaridan biri shu Shinjuku shahrida joylashgani. Bu yerda endi har kuni restoranda turli xil odamlarni ko'rasiz, har xil birga ishlaydigan sheriklarimiz bor. Ular bilan ishlash, insonlarga nima deydi, chiroyli xizmat ko'rsatish, bu taraflari juda ham yaxshi. Sheriklar bir-biriga mehribon, juda ham ahil-inoq bo'lib ishlab turibmiz. Endi qiyin taraflariga keladigan bo'lsak, hozircha men yangi ish o'rganuvchi bo'lganim uchun qiyin deb o'ylayapman. Menyular juda ham ko'p. 100 dan oshiq menyular bor. Ularni hammasini birdan yodlab qolish qiyin va tayyorlash uslubi hammasiniki har xil.
bularda ozgina hozircha qiyinchilik bo'lib turibdi, lekin astoydil harakat qilyapman. Xudo xolasa qiyinchiliklarni yengib o'tamiz degan umiddaman. Maoshlarga keladigan bo'lsak, o'ylaymanki, boshqa sohalarga nisbatan yaxshi, yuqoriroq. Bu yerda 270 ming yena oylik berishadi. Bundan 40 ming yena ushlab qolishadi. Ushlab qolingan summa bu meni solig'imga hamda pensioniy fondim uchun ushlab qolishadi. Qolgan summa, ya'ni 23 man, ya'ni 230 ming yen qo'limga qoladi. Qolgan sohalarga nisbatan bu ancha yaxshi deb o'ylayman. Bundan tashqari, shanba va yakshanba kuni ishlagan kunlarim uchun har bir kuni uchun 800 yenadan qo'shimcha point berishadi. Bu pointni mana shu Gasto restoranni xohlagan joyingizga borib ishlatishingiz mumkin. Bular ham albatta nima deydi? Yaxshi imkoniyat deb o'ylayman. Xo'p, Gasto restoranini tanlashimga yana bir asosiy sabablardan biri aytib o'tganimda, Yaponiya bo'yicha Gasto juda ham ko'p tarmoqli do'kon, juda ham katta nima deydi, ishxona. Bu yerda yaxshi ishlab, birinchi очередda Gastoning servis xizmatini o'rganib, shu sohaning yaxshi mutaxassisi bo'lib, kelajakda Gasto restoranini O'zbekistonda ochish maqsadim bor. O'zbekistonda ham chiroyli servis ko'rsatish, mehmonlarga yaxshi xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yishni maqsad qilib qo'yganman. Kelajakda restoran sohasida ishlamoqchi bo'lganlar uchun o'zimning kichkinagina bir tajribamdan kelib chiqib shuni ayta olamanki, ish boshlashdan oldin maqsadlarni, yo'nalishlarni aniq qo'yish kerak ekan. Demoqchimanki, birinchi o'rinda yapon tili darajasi, yapon tilini mukammal o'rganib, kerakli bo'ladigan imtihonlarni topshirib, sertifikatlarni olish. Ikkinchi navbatda bu ishlamoqchi bo'lgan sohani imtihonlari bor, maxsus malaka testlari. O'sha imtihonlarni topshirib, ularning ham sertifikatlarini olish va uchinchisi yaxshi ishxona qidirish deb bilaman, o'zimning tajribamdan kelib chiqib. Agar shularni bosqichma-bosqich qilib borishsa, nafaqat restoran soha, boshqa sohalarda ham qiyin bo'lmaydi deb o'ylayman. Bu imtihon topshirayotgan vaqtimda shu Gaishokutenga o'tmoqchi bo'lib, maxsus malaka testini topshirish oldida yapon tilidan darajalarim biroz past edi, lekin yaxshi o'qib, astoydil harakat qilib topshirib o'tdim. Demoqchimanki, astoydil harakat qilinsa, bu N4 daraja bilan ham imtihondan o'tish imkoniyati bor. N3, N2 bo'lishi bo'lsa yaxshi, mabodo bo'lmasa, bu bilan ham o'tish mumkin.